Allah subhanahu wa ta'ala cemaat maqtovlarimiz bo'lsaydi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala bizga har birimizga bu dunyoda baxt tilaydi. Kelajakda da baxt tilaydi. Hamda bir vaqtni bir hazrat yanına bir kishi keladi, aytadi: "Hazratna biznesda problema deydi. Shunda problema, bunda problema, tunda problema." Bu hazrat so'rab beradi: "Sen aningni qachon aning yana qachon borib qaytganing bor sen? Aningni ziyorat qachon qilding?" Anisi avlod turaydi. Ne deydi? 3 yil borganim yo'q deydi. 3 yil anisina borgani yo'q deydi. Bunda qayda связь biznes ham aning. 3 yil bo'yi bu kishi biznesda shug'ullanib, anisi yana bormadi. Sen Alloh subhanahu va taolo bunlarga eshik ochdi. Bit Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni mana shulay etib yaratdi. Kishi garmonda shu vaqtdan bo'lashaq qachon Alloh subhanahu va taolo itoat etib yashaydi. Asl aningning halin bilu, atingning halin bilu. U bit Allohga g'iybatda, hamda biznesda ishingda problema bo'lurga chekish tugul. Allohga borga kirta bo'lib turgan chekish tugul bit Alloh. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Kishilarning qilgan fahish haram ishlari sababli yer ustida va dengizlar ustida buzildi. Buzuq, fahish, zulmlik, Allohdan jazo yuzidan qat'i ochlik, yig'ishli qat'i she'rlar zahir bo'ldi. Va problemalar bo'lsin deb. Qilgan buzuq ishlarning ba'zi gunohlarni dunyoda u azobini tutmoqligi biz uchun. Shoyat buzuqlikdan yaxshilikqa qaytarilib, iymon keltirib, ham tavba etib tuzalib, musulmon bo'lurlar. Ar-Rum surasi 41-oyat. Bu kishida biznesda problema bo'ldi, balki aning xabar bilir. Unutmas. Bit Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va bil validayni ihsana" deydi. O'zining aniyatiga qarata, yo'q, Alloh aytadi. O'zining aniyating bilan igilik qil. Ko'p shaqlarda tarjima aytadilar aniyatingga, lekin aniyatingga deganda valil validayni, lil degan bo'ladi, li harf bo'ladi. Ammo kelib bil validayni, ya'ni ular bilan igilik qil. Ya'ni agarda sen izlik qilasing keladi, misol uchun keltiraman, ega intlasing keladi. Shu vaqtda sen taksi yo'qotirasan, aning taksi yo'qdan sen taksi yetadi. Bu lil validayni bo'ladi, li ular ishini. Bil shu vaqtda bu qashasing o'zining mashinangga aniyatingni o'tirdasan, ham o'zing iltasin. Mana bil validayni bo'ladi. Shunga ko'ra Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ular bilan igilik qildi." Ular bilan foydalanib jannatga intil. Ham bir g'alim aytadi: "Ihsana diniy ma'noda keladi. Ham eng birinchi deyilmasa, o'zining aniyatiga qarata, ashuli, nafratli, noshor ko'z bilan qarama." Biz bir allakim bo'lamiz. Biz ustuk. Qay bir shaqlarda ma'qul so'zlar yolg'on bo'lib turadi. Men bit mujik endi o'zim bilan yashab yashim shulay deb yuribmiz. Ma'qul so'zlar, g'ururli so'zlar, lekin aniyating bilan bo'lganda u so'zlar to'g'ri keladimi? Ko'p shaqlarda shulay kishilar o'salarda, er kishilar, xotin qizlar bo'lsinmi, imishdir allakim bo'lgan bolalar. Biz aniyating bir bormanda turmaymiz shulay turibmiz. Ular kunlarini bizni qaradilar. Biz birazdan o'stikda, bizni usulbizda kim xizmat etdi? Shu aniyatchilarimiz. O'sar bizda nafratli ko'zlar bilan qaraymiz, ashula bilan qaraymiz. Nishingni biz qaray olamiz. Bu bir aniyati kishi. Allohga Alloh subhanahu va taolo bir yoqdan zo'r daraja berdi. Alloh taolo Allohning shu darajalari. Ikkinchi yoqdan Alloh bizni ustida. Biz bir natija. O bir Allohning xizmati biz tug'il bo'lsin. Sen ko'rasiz, oshiysan, isansan, ishlaysan. Demak, Allohga rahmat qilib kerak. Sho'g'ri onday ko'zdan qarab bo'lmaydi. Bir vaqtda bir sahoba edi, shunday darajada payg'ambarimizni hurmatlagan ekan, hatto uchrashganda deydi, ko'zlarimni ko'tarmaydi deb yolg'ondirayim. Sho'g'ri agarda meni so'rasalar deydi, payg'ambarimiz nima ravishda bo'ldi desalar, men javob bera olmayman deydi. Sho'g'ri chunki men uchrashganda ko'zlarimni osqa bir tishladim. Uyalib. Ikkinchi jamoat hurmat, ihson deganda o'zimizning tovushlarimizni ko'tarmasga chegishimiz aniyatiga qarata.
Bir vaqtda bir solih kishi anisin eshitmagan ko'ra qichqiribroq aytdi da, shu vaqtda g'ayib seza boshladi yuragida. Narsaga shu aytdim ekan, u deb borib aytirganda bo'ladi dedi. Biz bu qavishlarda fatir, ish bo'lmali bo'lsin fatir. Bir bo'lmada o'tirabizda, ikkinchi bo'lma "Ale" deb qichqiramiz. Sen qichqirmash, eshit birozda hurmat etinda aytanim, ayda bo'lay deganlar. Qishqirib o'tirmat degandan bunda. Chunki agarda shulay qishqirib o'tirsa, kelajakda sening bolalaring da senga qishqirib o'tiradilar shunday. Bunda hurmat yo'q deydi. U bir ziyon, ikkinchi ziyon o'z-o'zingga keltirasan. Sen borgan sayin, odim sayin ayningni osharga chaqirganda, sen narsadir aytira borasan ekan, har bir odiming ajrlardan bo'lasan. Chunki niyatga qarab beriladi. Alloh qishqirib o'tirsa, endi sen ajr bo'lsin. Shokir jamoat, bunda da tovushimizni ko'tarmasga chiyimiz. Tovushlarımızda da hürmet bulurga çekiş. Hem şulay Allah'dan aldan yığırmazka, bakmazka, sözlerini bölmezka, bunlarga çekiş. Bir vakitda bir salih kişi aytadir, men annem bilan birga o'tirib oshamayman deydi. Niçin olay deyishlisin? Niçin annem bilan o'tirib oshamaysan? Men qo'rqam deydi. Bir rizqqa tortaverman deydi. Ammo shu vaqtda shu rizqni belki annem olirga tilagandir. Shunga ko'ra men boshqa annemni oshatam, anlari o'zim o'tiraman deydi. Mana hurmat jamoat. So'zlardan tugul, g'amaldan. Biz bugun shunday sharoitda yashaymiz. So'zlar bilan bo'lmaydi. G'amalda qilmak kerak. Agarda annemizni hurmatli deb aytamizkan, hurmat qilish kerak. Agarda bolalarimizni o'stiramiz, bolalarga sabrli bo'lib deb aytamizkan, o'zimizda bolalarga qarata sabrli bo'lishga chiyimiz. Agarda albatta uyda bo'lganda biroz bu endi yerda, uning dayda, u bir material, moddiy aybirlar. Bizning bit vazifamiz ruhini tarbiyalarga. Ya'ni birozdan bo'ldi, Allohdan tirishamiz, bir topqinlar tugul. Ulamag'iz, bola Allohdan shu ishlamaydi deb. Yo'q, bizga Alloh taolo ko'p aytib Qur'oni Karimda kishilarga, biz bit ulug' kishilar bitildi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ko'p topqir Alloh taolo sabr etib qo'shdi Qur'onda. 20 topqir sabr etib qo'shdi. Bu payg'ambarimizga, bizga qarata. Biz bola aytamizda shu sekund tilovat qilamiz. Tan ikkinchi aytsam, misol men bilan deb aytamiz. Shunday bit. Yo'q endi, hali bizga Alloh taolo ko'p aytadi. Aqlli kishilarga, ulug' kishilarga, sen bolaga da sen balki 100 topqir aytirsin. Anlatırsin. Shunga ko'ra sabr etishga kerak. Alloh subhanahu va taolo bizga yordam etib turadi. Ham albatta, amiyatchilarimizga qarata yaxshi muomalada bo'lуда bizga qay bir narsalar yordam etib turadi. Misol uchun keltiram, agarda biz nechik bizni amiyatchilarimiz shaylab oshaqdan isga tushirsak, amiyatimiz ulag'ayg'ash, Allohga oshatirga bizga yengilroq bo'lar. Agarda biz amiyatimiz nechik shotlandilar, bizning birinchi odamlarimizni ishlarida nechik shotlanib isga tushirsak, Allohga da qortaygash borganda yordam etib turgan yengil bo'lar. Agarda nechik amiyatchilarimiz tunlarni yıklamada bizni qorada ekanligini isga tushirsak, Allohni da Alloh ulg'aygash, tunlari Alloh o'rtqanda qarorga bizga albatta yengilroq bo'lar. Jamoat, Alloh subhanahu va taolo bizga biz biznes yaratamiz. Biznes proyekt beradi. Mana agarda bizga bu dunyo aytsalar, mana bu ishni ishlasan, senga aqsha bo'lar, 100% desalar, biz tutunamiz, kuni-tuni ishlaymiz shu aqshani ishlar uchun. Kuni-tuni ishlaymiz shu aqshani ishlar uchun. Ammo Alloh taolo aytadi, "Sen biznes proyekti. Oxiratda da sen bir zo'r boylik bo'lacak. Aniyating. Ham bu dunyoda da baxtni ko'rarsan. Albatta birozdan umroq bo'lacak balki. Qanday shakilda sabr etib qolib to'g'ri kelar. Qanday shakilda borib qarorga da shekilda to'g'ri kerak bo'lar aniyatingdan albatta. So'ng olimlar aytadi, og'irlikdan so'ng yengillik keladi. Ammo gunohning, izgilikning og'irlik ketadi, yengillik qoladi. Ammo gunohning kirsincha yengillik ketadi, og'irlik qoladi. Bunda da shunday. Alloh taolo bizga berdi biznes proyekt. Biz har bir kishida amiyatchilar eslab tugul. Har bir kishida amiyatchilar ulug'ayguncha qadar yashamaydi. Sening amiyating ulug' ekan, sen qara, bu biznes proyekt, balki Alloh oshashin jannatga kirarsan. Alimundana tugul, qarazali Alloh marhamatligin, bu dunyoda tugul, hatto amiyati kishi bu dunyoga ketu bilanda Alloh taolo ajr berishimiz kerak. Ishlaymiz. Bir vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam yanında
Bir sahaba kelib aytadi, men niyatim vafot endi. Biror narsa ishlay olaman Allohga qarata, biror nima bo'lsa da egilik. Ishlay olasizmi deydi. Alloh uchun duo qil. Allohga bergan va'dani, Alloh qoldirgan vasiyatni agar bu vasiyatda gunoh bo'lmasa ishla. Allohning tuvanlari bilan ilmtani izma. Ham Alloh ibtashlari bilan da yaxshi muomalada bo'l. Qaras. Alloh o'lgandan so'ng da Alloh taolo bizga fursat beradi. Egilik qiladi. Biznes proyekt davom etadi. Qiyomat kunida Alloh ajrini ko'rib biz Alloh bilsin. Lekin agarda biz bu yo'lni saylamasak, turmushda bizda ikki yo'l ochiladi. Bir yo'l Allohga itoat, baxt yo'li, ikkinchi shayton yo'li, ham baxtsizlik. Ham agarda kishi aniyatini hurmatlovni saylamay ekan, ikkinchi yo'l ochiladi. Allohga qarata hurmatsiz bo'lu, itoatsiz bo'lu, natijada baxtsizlik bo'lu. Chunki birinchi yo'lni saylasan, qaras. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar beradi, ish kishining duosi qabul bo'ladi. Inkor etilmaydi, qabul etadi Alloh taolo. Birinchisi qiyiqsitilgan kishi, adilsiz etib qiyiqsitilgan kishi. Ikkinchisi musafir safarda bo'lgan kishi. Uchinchisi bolaga aniyatining duosi. Ne o'ylab qarasizlar? Ya'ni agarda aniyati sabrli, Avur chaqda da sen tinglamasang yaxshi duo qiladigan bo'lsalar. Agarda aniyating biroz qizib ketadigan bo'lsalar, sen tinglamagan vaqtda nashar duo qilib jibersalar, Alloh saqlasin. Bir vaqtni shulay bir bola atisini tinglamasha ketdi, bu bilgan kishi, bu yolg'on tugul. Bilgan kishi meni tinglamasha shirkkan endi, atim qishqirdi, oyog'imni sindirdi. Qaytganda de, boshina barida oyog'imni sindirdi. Ko'rsizmi? Allah saqlasin. Şuakra bir gapdan biz aniyatli kishilar bo'larak onlara chiyizmiz. Nindikni ashuni bola bo'lmak, yaxshi duo qilishga kerak. Bir eskirtishlar bir vaqtda Makkada bo'lganda, hozirda shulay politsiyaskiy bosib turaydi. Tengdan bir Bangladeshdan bir taksist keladi. Politsiyaskiy aytadi, "Bar bundan ketdi, men bu yoqqa ketdi. Tengdan barmada kishilar" deydi. Tabiiy aytadi, "Mening ruxsat bor, deb qog'oz bor" deydi. Tegadi, "Bar tengda ketdi." Bu ashulana boshlaydi, bu kapotni suga aytadi. Allah yahdik deydi. Allah Teala seni to'g'ri yo'lga ko'ndirsin deydi. Ko'rasizmi? Ashu vaqtda ashlanib, matur duo qiladi. Allah Teala seni to'g'ri yo'lga ko'ndirsin deydi. Bizda shuni o'rgatamiz. Bolaga qarata, iktashlarga qarata. Hatto dushman bo'lsa-da, agarda iratsak, o'zi bizni yaxshi duo qilirga, o'zi bizga foyda bo'ladi. O'zi biz ishimiz. Chunki Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir vaqtda bir kishini to'g'ri aytib, "Bu nashar kishi" deydi. Kelgach, shunday matur ravishda u onim bilan yaxshi muomalada bo'ldi. Bunda nima natija? Natija shu jamoat. U kishi uchun to'g'rigina o'zi biz ishini eng birinchi agarda yaxshi xalqli bo'la olsa, o'zi bizga ajr bo'ladi. Chunki yaxshi xalqi gunohlarni qaynagan suv bizni yuqqa chiqargan shekilli yuqqa chiqaradi. Yaxshi xalqli, bolalarga qarata, aniyatga qarata, tuvanlarga qarata, iktashlarga qarata, hatto bilmagan kishilarga qaratadi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir qo'rqinch hadisda bizga xabar beradi. Qiyomat kunida Alloh taolo 3 turli kishiga qaramasda. Bularga qaramaydi desa, bular natija jahannam. Biron qaramaydi. Agarda bu dunyoda biz biror kishi g'ayibli bo'lsa, biz aytamiz, bu g'ayibli, g'ayibli deb aytamiz. Qiyomat kunida bir avr bo'lacak. Hatto biz anglarmiz. Bu da vinoat tugul, tegida vinoat tugul, biz o'zimiz g'ayibli. Ham eng qizig'i bizga eng yaqin bo'lgan, bizni bir qata yaratgan Alloh taolo burilib da qaramas. Agarda biz mana shu 3 turli kishi orasida bo'lsak, ham shular orasida jamoat o'z aniyatini hurmatlamagan, o'z aniyati bilan nochor muomalada bo'lgan kishilar, Alloh yozmasin, shu kishilar orasida jamoat bo'lgan. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga xabar beradi, "Buruni yerda bo'lsin" deydi. Buruni yerda bo'lsin, buruni yerda bo'lsin deydi. Tubanchilikdan. Kim u deydi? Ya Rasululloh, kim degach? Shu deydi. Kim o'z aniyatini ulug' shaqda ko'rdi, ya'ni ulug'aygan, Alloh bilan yashagan,
Lakin alар da faydalanıp, alar bilen cennetke kirmedi. Yani şunun bilen, şu fırsat bilen faydalanıp, şu ayniyeti bilen yaxşı muamelede bulup, şu muamele aşağı cennetke özün kirtamadı. Ne şu kişi di, burunlu jirde bulsun di. Şunu da ben derecede. Çünkü eğer adamda vazife var iken, ayniyetimiz isen iken, o fırsatla faydalanıp, bu belki aniyim, bu belki etiyim, benim işim cennetke belki bulaşar. Şulay deyip yaşayıp cemaat. Çünkü Allah'ın dereceleri zor. O dereceleri bir kişi de tübensi de olmayı, bir kişi de tübensi de olmayı. O dereceni Allah'tan birken şu vakitte şu derece demir başta bulaşar. O aniyeti kişinin. Hem cemaatin kızgın ise ahiret de ahiret. Hem ne kadar bir günahlar ki Allah Teala cezasını bu dünyada ol biri. Ne şu günahlar arasında aniyetini hürmetleme. Aniyetinden naşar muamelede bul. Bu dünyada o kişi indi neticesini kuracak. Şulay kesince eğer de aniyetini hürmetlediyken, yaxşı muamelede bulduyken bu dünyada bakıtını da kuracak Allah bize. Hem elbette indi mahsus. Elbette aniyeti kişinin de balası, atisini de, aniyesini de hürmetlerine geçirir. Aniyelerimiz fizik diyatan belki zayıflıktır. Moral yanından birazına yılıp jiberge hazır. Bizlerine kübrek koruyorlardı. Hem o İbn Umar vakitinde bir kişiyde öz aniyesini oturttu da hac kıldı. Şu vakitte o İbn Umar'a ayda o bir ağır. O bir vakitte şekilde taksiler yok ya, kondisyonerler yok ya. Isı vakitinde hatta Al-Haram mescidinde de kondisyonerler yok ya. Aniyesini oturttu bu hazır. Hac boyu aniyesini yırttı. Avtobuslar da yok. Anda Taranodi ve bir avtobus var da şimdi bir balasa koyacak. Adi avtobuslar yok ya. Jililere işe avurtup hatta ben ayının hatını ötedim mi dedi. İbn Umar ayda sen ayının karnında bulgan vakitte bir tibiştin ale hakkını da ötemedin dedi. Çünkü Allah di seni terbiyelegende sen özkenin gitti. Sen di Allah'ın terbiyeliysin. Allah'ın bu dünyada kitun gitti. Kur'an-ı Mencik makbul edip cevap verdi. Şu an Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi gelip sorup biri, ya Resulullah, kimge en yaxşı muamelede men buluğa çeşkin degeç, eniğe qarata. Ondan sonra kimge de, eniğe qarata. Ondan sonra kimge degeç, eniğe qarata. Ondan sonra etiğe de. Biz kişiler, ilk kişiler. Hem bir vakitte Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi gelip, bir işe taptır gelip, ya Resulullah soğuşkan barasın diye deyip. Sahabe Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eniğin sen mi? İsen. Var eniğin ayağı yanına şunda cennet değil. Var eniğinin ayağı aslında ayağı yanında anda cennet. Eniğlerimiz bizimle kubrak bakın bilen şu bir yaktan. İkinci yaktan fizik yanına zahir etken bir şey. Beşinci cemaatinde şunda bir naşa sıfat var. Kişi usken sayın eniğinin hizmetini unuta başlıyor. Hem kubrak etisine yalvara başlıyor. Hem de şu hadisler özünce bir balans kirteler. Aniğine hürmette yaran, etinde. İmam Malik tağında kubrak eyter. İmam Malik eyter şunday sözler, eğer de aniğin size bir söz eytti, etiğin ikinci söz eyttiyken, aniğin de tutulmadı. Allah Teala her bir bizge nasip etseydi, şu fırsatdan faydalanırga, hem şu aniyetiler aşağı cennete verirler. Subhaneke Allah'a bihamdik, la ilahe illa estağfirullah.